Respublika Gidrometeorologiya markazi 2026-yilning 1-yanvaridan 8-yanvarigacha qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan yaxshi insonlardan kanalimizga obuna bo'lishlarini va video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishlarini so'raymiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-8 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik yo'q, tuman tushishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatlarida kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-15 daraja iliq bo'ladi. 3-yanvar kuni ayrim joylarda yomg'ir, qor yog'ishi mumkin. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida kechasi 2 daraja sovuq, 6 daraja iliq, kunduzi 0-13 daraja iliq bo'ladi. 3-4-yanvar kunlari yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kechasi 0-3 daraja sovuq, 2-7 daraja iliq, kunduzi 7-13 daraja iliq. 5-8-yanvar kunlari yanada iliqlashadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-10 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi kunlar yomg'ir yog'adi. Tog'li hududlarda kechasi va ertalab 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 7 daraja iliq. Vaqti bilan yomg'ir, qor yog'adi.